Assalamu alaikum hürmetli kuzatuvchilarimiz, Bağat Aka Avtosavdo kanalına obunachilar. Aziz yurtdoshlar, bugun 10 noyabr 2025-yil o'z ish faoliyatimizni boshlab oldik. Sizlar ham boshlang'ilaringiz xayrli va barakatli bo'lishini tilayotgan aholi. Bu videomizda sizlarga avtosalonimizdagi Nexia 3 avtomobillarimizni ko'rsatib reklama qilib beramiz. Oxirigacha ko'rib kuzatib boraverasizlar. Mashinalarimiz narxi ma'qul bo'lsa, bemalol kelib xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Bağat Aka Avtosavdo salonimizga kelsangiz, hamma turdagi mashinalarimizdan bor do'stlar, Uber'larimiz ko'p. Naqd pul, kredit, barter asosida kelib xarid qilaverasizlar mashinalarimizni. Pastda bizlar bilan bog'lanish uchun nomerlarni qo'yib o'taman. Hammalaringizni kutib qolamiz, taklif qilib qolamiz. Bo'lmasa boshladik. Birinchi Nexia 3'imiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan 26 000 kilometr turibdi mashinamiz. Benzinda. Kraskasi 100% родной, mashinada umuman rasxod yo'q. Yumshoq bo'linmalar ustanovka qilingan, chexol poliklargacha tayyor, zo'r holatda mashinamiz do'stlar. Bahosi 101 million so'm aytilishi ustunda kelishsa bo'ladi. 25 million bilan kreditda chiqadi. Oylik to'lov esa 3 million 800 ming so'mdan 3 yil muddatda bo'ladi mashinamiz do'stlar. Tayyor holatda. Mashinaning kuzovida umuman kirchik, sarafina degan narsalar yo'q do'stlar. Tayyor holatda. Bemalol ustalarga ko'rsatib, tekshirtirib xarid qilaverasizlar. Mashinaning holati ideal do'stlar. Qarab farqlanilgan 26 000 kilometr masofa bosgan mashinamiz bor yo'q do'stlar. Bahosi aytilishi 101 million so'm ustunda kelishsa bo'ladi. Egalarini ham chaqirib beramiz, kelishtirib savdo qilib olaverasizlar. Navbatdagi Nexia 3'imiz do'stlar 2020-yil bo'ladi. 2020-yil mashinamiz yurgan 68 000 kilometr. Kraskasi absolut родной ekan mashinada. Yumshoq bo'lim, metan gazlar ustanovka qilingan. Bahosini do'stlar 108 million so'm aytadilar. Ustunda kelishsa bo'ladi. 2020-yil Nexia 3'imiz 108 million so'm ustunda kelishsa bo'ladi. Mashinamiz 26 million bilan kreditda chiqadi do'stlar. Oylik to'lov 2 million 700 ming so'mdan 5 yil muddatda bo'ladi. Mashina zo'r sostanada. Kuzov holatlari ham ideal, kirchik, sarafina degan narsalar umuman yo'q. Zo'r holatda turibdi, qarab farqlanmagan mashina. Kraskasini yurgan probegini javob topib turibdi. Egalari tekshirtirib olaverasizlar. Gelsangizda bizlar ham sizlar taraf bo'lib, qo'ldan kelincha savdo qilishlaringizga ko'maklashamiz. Mashinaning aytilish bahosi 108 million ustunda kelishiladi do'stlar. Kelaverasizlar. Hozircha Nexia 3 avtomobillarimiz shulardan iborat edi do'stlar. Keyingi videolarimizni ham ko'rib kuzatib boraverasizlar. Narxlar ma'qul bo'lsa, mashinalarimizni bemalol kelib xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Hammalaringizni Bağat Aka Avtosavdoda kutib qolamiz, taklif qilib qolamiz. Sotiladigan mashinalaringiz bo'lsa do'stlar, kelishlaringizni tavsiya qilamiz. Kelishsak naqd pul sanab ustunda savdo qilamiz. Kelishmasak tez fursatlar ichida, qisqa muddat ichida salonimizda qo'yib sotib berish variantlarimiz ham bor. Kelsangizlar, hamma ishlaringiz avtosalonimizdan bitadi. Rahmat.